Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 129-dars masalalar yechish. Yondosh mavzu mening o'lkam. Masalalar sodda va tarkibli masalalar. U mana bunday shart bilan yozildi. Ishlaydi 76 nafar, erkaklar 29 ta, ayollar noma'lumda. Ayollar erkaklardan qancha ko'p? Buni ikki usul amal bilan yechish kerak. 76 dan ayiramiz 29 ni 47 ta. Bu ayollar soni edi. 47 dan 29 ni olsak 18 ta. Bu 18 o'sha ayollar erkaklardan 18 ta ko'pligi aniqlandi. Ayollar erkaklardan 18 ta ko'p. Ikkinchi misol. Qanday sonlar tushirib qoldirilgan? Ko'paytuvchi, ko'paytma. Bu joyda ko'paytuvchilar ayrimlari aniq, ayrimlari noma'lum. Ko'paytma esa ma'lum. Biz ularni hozir ishlab chiqamiz. Mana o'sha misolimiz. Bu joyda ko'paytuvchi aniq va ko'paytma aniq edi. Ikkinchi ko'paytuvchini topish uchun 18 ni 2 ga bo'lsak 9 hosil bo'ladi. Ko'paytuvchi 4, ko'paytma 24. 6 ni topish, o'rtadagi ko'paytuvchini topish 24 ni 4 ga bo'lamiz, 6 hosil bo'ladi. Ko'paytuvchi, ikkinchi ko'paytuvchi ma'lum, ko'paytma ma'lum, birinchi ko'paytuvchi noma'lum. 40 ni 5 ga bo'lamiz, 8 hosil bo'ladi. Bu joyda ikkinchi ko'paytuvchi noma'lum, 24 ni 8 ga bo'lsak 3 hosil bo'ladi. Birinchi ko'paytuvchi ma'lum, ikkinchi ko'paytuvchi noma'lum edi. Javob esa 49. Biz ikkinchi ko'paytuvchini topish uchun 49 ni 7 ga bo'lamiz, ikkinchi ko'paytuvchi hosil bo'ldi. Ikkinchi jadval. Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma. Bo'linuvchilarning ayrimlari noma'lum, bo'luvchilarning ham ayrimlari noma'lum, bo'linma ma'lum. Bo'linuvchi 14 bo'lsa, bo'linma 2 ga teng ekan. Biz bo'luvchini topish uchun 14 ni 2 ga bo'lamiz. Bo'luvchini topish uchun 14 ni 2 ga bo'lamiz. O'shanda bu joyda 7 hosil bo'ladi. Xo'p, bo'linuvchi 27, bo'luvchi noma'lum, bo'linma 3 ga teng. Bo'luvchini topish uchun 27 ni 3 ga bo'lamiz, 9. Bu joyda ham xuddi ana o'shanday bo'linuvchi 6, bo'linuvchi noma'lum, bo'luvchi 6, bo'linma 6 ga teng. Bu joyda 36, bu joyda 6, 6 kare 6, 36. 64 ni 8 ga bo'lamiz, 8. Bu joyda 7 ni 5 ga ko'paytiramiz. Bo'linuvchi 35 ga teng. Ikkinchi masala. Konsert zalini tadbirga tayyorlashda 58 nafar volontyor ishtirok etdi. 9 kishi bino ichida ishladi. Qolganlari bino yonidagi ishlarni bajarish uchun 7 kishilik guruhlarga bo'linishdi. Bino yonida nechta guruh ishlagan? Masalani bajaramiz. Sharti bundan iborat. Ishtirok etdi 58 ta. Bino ichida 9 kishi ishladi, qolgani noma'lum 7 kishidan bo'lindi. U mana bunday ishlandi. Qo'sh ichida 58 dan ayiramiz 9 ni va bo'lamiz 7 ga. 58 dan 9 ni ayirsak 49, 7 ga bo'lsak 7 ta guruhda bo'lingan. 4-chi tenglamalarni yeching. Bu joyda 4 ta tenglama turibdi. Biz noma'lumni topishimiz kerak. X bo'lib 6 barobar 9. X ni topish uchun 9 ni 6 ga ko'paytiramiz. U mana bunday ishlandi. X bo'lib 6 barobar 9. X barobar 9 ni ko'paytiramiz 6 ga 54. 54 ni 6 ga bo'lsak 9. 8 ko'paytiruv X barobar 64. X barobar 64 ni 8 ga bo'lamiz. X barobar 8. 8 ko'paytiruv 8imiz 64 ga teng. X ko'paytiruv 7 barobar 49. Ikkinchi ko'paytuvchi ma'lum, birinchi ko'paytuvchi noma'lum. Uning uchun ko'paytmani biz bo'lamiz.
49 ni 7 ga bo'lsak 7. 7 kare 7 49. 35 bölü x barobar 7. X barobar 35 ni yana 7 ga bo'lamiz. X barobar 5 ga teng, 35 bölü 5 7 ga teng. 4-chi qonuniyatlarni aniqlang va yana ikkitadan qiymatlar yozing. 753 749 bu qayerdan keldi? 753 dan 4 ni ayirgan edik, 749 hosil bo'ldi. 749 dan 4 ni ayirgan edik, 745 hosil bo'ldi. 745 dan 4 ni ayirgan edik, 741 hosil bo'ldi. 741 dan 4 ni ayirsak 737. Davom ettiramiz. 737 dan 4 ni ayirsak 733 hosil bo'ldi. Keyingisi 901 va undan keyin 802, undan keyin 703, undan keyin 604. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi orqadagi sonlar va birinchi son bittaga kamayib ketayotgani ko'rinib turibdi. Xo'p, bu joyda 604, 505, 406 har qaysi son 901 bu joyda 1 bittaga oshdi. Yüzler soni esa bittaga kamaydi. 901 802. Undan keyin bo'ladi agar bittaga ko'paysa 3, yüzler soni bittaga kamaysa 7, 703. 4 bu yerda birliklar bittaga ko'paydi, yüzliklar bittaga kamaydi, 604. Keyingisi 505. Birliklar bittaga ko'paydi, yüzliklar bittaga kamaydi, 505. Keyingisi esa 406 ga teng. Keyingisiga 10 yana 10. 10 ga yana 10 qo'shsak 20. 20 ga 10 qo'shsak 30. 30 ga 20 ni qo'shsak 50. 50 ga 80 ni qo'shsak 50 ga 30 ni qo'shsak 80. 80 ga 40 ni qo'shsak 120. 120 ga 50 ni qo'shsak 170 hosil bo'ladi. Mana bunday yozildi. 10 yana 10 ga ko'paydi va yana 10 qo'shdik 20, yana 10 qo'shdik 30, 20 qo'shdik 50, 30 qo'shdik 80, 40 qo'shdik 120, 50 qo'shdik 170. 7-chi to'g'ri chiziq chizing. Unda AB 8 cm kesmani belgilang. Bu nuqtadan BS 5 cm bo'lgan kesma ajrating. Hammasi bo'lib nechta kesma hosil bo'ldi? Mana o'sha to'g'ri chizig'imiz va biz AB kesmani belgiladik 8 cm qilib. Undan keyin esa BS kesmani belgiladik 5 cm. Bu joyda hosil bo'ldi AB kesma 8 cm, BS kesma 5 cm, ABS kesma 13 cm, AC kesma 13 cm. 4 ta kesmadan iborat kesma hosil bo'ldi. 8-9 misollar esa uyga vazifa edi. Bu juda ham oson. 8 masala ekan, metroga monitorlar keltirildi va ular 9 ta stansiyani har biriga 3 tadan tarqatildi. Monitorlar nechta bo'ldi? O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. 9 ta stansiyaga 3 tadan qo'yilsa, 27 ta monitor joylashgan. 9 ta stansiyaga 3 tadan o'rnatilsa, 27 ta monitor joylashtirilgan. Keyingisi daftaringizga ko'chirib yozing va hisoblang debdi. Bu yerda 4 ta misol keltirildi. Biz ustun yo'llari bilan ishlashni davom ettiramiz. 349 qo'shuv 254. Birlikni birliklar tagiga, o'nlikni o'nliklar tagiga, yuzlikni esa yuzliklar tagiga yoziladi. 9 ga 4 ni qo'shamiz, 13 3 biri dilda. 5 ga 4 ni qo'shsak 9 dildagi bilan 10 noli yozilib, biri esa dilimizda saqlanadi. 3 ta yuzlikka 2 ta yuzlikni qo'shsak 5 ta yuzlik, dildagi bilan 6 ta yuzlik, 603 hosil bo'ladi.
Qolgan amallar ham xuddi shu tartibda bajariladi. 284 qo'shib 195, 479 hosil bo'ldi. Ayirish usuli ham, ular ham birliklar tagiga, o'nliklar tagiga, yuzliklar tagiga yoziladi. 13 bo'ladi. 13dan 6ni ayirsak 7. 4ni o'rnida 3 ta o'nlik qoldi. Yuzlikdan bitta beramiz. 13. 13dan 8ni ayirsak 5. Yuzlik o'rnida 6 qoldi. 6dan 4ni ayirsak 2. Keyingisi ham xuddi shu usulda bajarildi. 253dan 185ni ayirsak 68 hosil bo'ldi. Birliklarni birliklar tagiga, o'nliklarni o'nliklar tagiga, yuzliklarni yuzliklar tagiga yozib, hisoblash yo'li mana shulardan iborat. Hurmatli mening aziz muxlislarim, mana bugun matematikadan misolma masalalar ishlandi. Albatta siz bular hammasini siz qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishlar bu takrorlash bo'yicha ishlanayotgan misol masalalar. Keyingi darsda yana videolar borib turish uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Xayr mening azizlarim.